so'pillari. Ha, işlerini tükep kalkandı toyga çıkilerse. Oy bu ne balam? Oy işçik vatodu kendi şeyleci mi hoş? Mana. Oy kesle. Oy. Kandak avalları. Yaxşımı? Teşekkür hoşlar. Yaxşıtırıplar. Hani yukarı ösle. Oy. Anda öyşçe. Hemiz yaxşıdı balı yaxşıdı. Yaxşı hemimiz onda turvatıdı. Özüm musalam eklerim yaxşıdı. Yaxşı. Vay. Oy dimandak çıraylık köynek iyi valla. Bu köynekleri hecep yarışıptı bu kametlerge. Vay rahmet. Çay koyağın tem kaçla. Çaydan kirip şundak, öy kirşimi telefon cırınşıp gitti. Telefonu elip sözlesem, süleykellemez mi? Şuna olan telefonunu koydum, açtığında koydu, uçup bitirdim. Oy patam kaça, rahmet. Oy müştak çaydan erip, gelge vakitlerde demlerini ağıl koymay bege çıkıp aptım ben. Rahmet Ya, onda temizle. Şu, küçükene bir çay... Ya o çay koyma demişler. Bu öyle çaycık işken. Bunun ki işçi oğlumuz. Rahmet. Mimdi sen bula patam kaça. Şu küçükene meslehetim battı. Şu sılını bana yıkırak turdu. Bana yülek buludu. Dep könglim sılını tatıp. Şu cesurunun toyuğu kopkan. Şun sılını kız sorap bilip eriş bilendikin. Dep şunun körşeydi geldi. Oy. Ecep yaxşı yaptık o. Cesur'un kızı neymiş kıldık ya? Ular birge okup diken, keyin birge işlepdi. Şu arkalıkla bir-birisi bilen kamlaşıp kalğa okşaydı. Onda olsa birbirini düşündük kendisiler. Texim yaxşı oldu. Texim yaxşı olup ketken. Oy şu yakın tıkanlarga telefon kısan, sayahat kitip kaptı. Şunu kanda kısan bula dep. Oy patam kaçan bağı, man yülek uludu dep. Şu silgi mesele salay dep çakırışım patam kaçan. Oy rahmet seni konularga rahmet. Çık kolum köksüm seni hizmetlerine. Jırattık tuqqandan yaqinlik hoşna ala degan gap bormasmi? Biz tuqqanda ko'p qoldik. Sizlar ishlari bizning ishimiz. Bunda vaqt kelganda ishlar deganni o'yt qilib toza birdamni bejarishimiz. Xotirjam bo'lslar. Oy rahmet. Sizning bu gaplarni anglab, mush yuragim deganning joyiga tushdijmi? Xotirjam bo'lslar. To'yning bu Suriyamankan, xudochilik emasmi? Shuningga choy bilib berishmas ekan deb mush qo'shnilardan sizlarni, binodagi Aminamni, yana ikkinchi korpusga Rayhonni, oxirgi igiz binodagi Oyishalarga telefon qilib deb qo'ydim. Aminam bo'lib 4 bo'ldik. Oyishani shu vaqt kelgani bir gap bo'lar. Shundoq qilamiz. 3-4 odam degan bo'ladi qiz ko'rgin bor. Butunlay bo'ladi desizlar. Bo'ladi. Shu cho'ning cho'ngcha deb siljiqni ko'rgan shu men uytamdiki deyman go, patam. Shu ko'ngillarga rahmat, meni ko'ngillar sanğallarga rahmat. Mau qiz ko'rgini bordiganqa unda betayyorlik, bunda bilmem. Ağam tayyormi qandaq? Biroq qo'r tayyorlab qo'ydim. Qog'imni silib olgandan keyin, bitishdan keyin chiqib, shuni tam putirib kelamiz daqanda. Voy, unda yaxshi yo'qdi. Men hozir tezdan uyamga chiqib, ko'ynaklarımni almashtirib, darvozani oldi, seni saqlab turay. Siz chiqsizlar, bozor borimiz. Rahmat. Voy, ma'qul, men chiqayam. Mush to'yni oldi keldi deb vaqt qarsizlar. Cho'qimsizni rozi qilmanchim fatam. Undan demişler, biz baydı şukur dedim, oy biz hoşun diye tuqqandak bo'lib qoldi. Qo'yaylik, hoş olduk. Kulsak gülümüz. İşler olsun, özümüzün işidek verip qilimiz. Xotirjam bo'lsin. Ma'qul. Hoş oldum. Ma'qul. İyilik görüşürüz sen. Voy rahmat. Nima? Uyni ijara oldiga odam chiqdimi? Nimadoq yaxshi. Bo'ldi, ma'qul. Men atil berib rasmiyatlarni bajaritay. Rahmat. Dada, men buguncha uyga baldur qaytdim. Yo'q,
Bugünkü sen bilen deyiştiğen mühim bir iş var. Cimo dada. Keşke görüşeyle. Hoş. Acayip benziş oldu. Rahmat İlyar. Mujda ish bo'z ko'proq aloqalashpagina. Bo'ldi chata yo'q. Unda qo'ysa men molni atakday. Hey. 30 kilo az emas, ma bel bo'lmayotdi. Bir 2-3 kundan keyin akta. Undoq degani bilan xayrida bak oldirib ketib bordi. G'ayrat qilib at bitirib ber aka. Qo'lida g'ayrat qilay. Ma'qul. Ammo men at molni ketgan kelman. Bo'ldi. Bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Aka. Ha. Aycımallah o kötü dokmuş saklap kaptıken bazar bir tayarlıklan tuturup gireylici mi? Ha. Pulni elib olgansa? Oy aldım aka aldım hatırcam bula. Hey. Tuzukroq narsa e'lonlajmi aka? Oy yüzünü herkes yegi qaratmayman. Hatırcam bol dedim ha aka. Ma'qul. Xo'sh. Berib beringlar. Endi men bu shaharga chiqishganda kutish bo'landi. Yana? Qaysar aka, hamma ishlar kichik-kichikdan bo'lmandi. Demakki oson. O'ylab baxtingizmi? Ha, uydagi o'moq akadalarim o'sha kutish vaqtini bilsa, men texnik yermas deyman-da. Unda qilmaydi. Kim almashtiradi işte. Ishlaychi. Sinab berma, bular. Hocam. Acayip teskine. Oy kulum. Oy acayip yürüp gittim. Voy, Cesur, ishdan tushdingizmi? yo'q dahi. Men bugun ismini qo'shib ishlaydi ekanman. Bir ish bormi-ti? Yo'qay boshqa ish yo'q, shu ko'rishib bil tomoq yemizmiki degandim. Bo'ptamsa, ishlaringiz qilavering. Bek charchab qolmang, ha? Baldur aramilang. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. $50,000? Ha, 50,000. Buncha ko'p pulni nima qilay deysiz bola? Uy setib olay degandim dada. Bunchik pulim bordu. Berib tursan-ku, ha dada. Tuyuqsiz uy setib oldigan bo'lib qopsiz. Bu uydan ketay demaydigansiz? Yo'q dada. Oldi bilanchi bu uyni setib olib ijara berma. Ijara olgan pulni sen qaytarib berma. Ha, uning usti eng yaxshi yeri ijara oldigan odamni tep bo'ldim. Buchu mablag' selish. Siz bir qiz bola bo'lgandan keyin mablag' selish u bu demay, to'yingizning g'amini qilsangiz bo'ladi. Ay, voy dada, uning g'amini qilma. Lekin o'zimga tava uy bo'lishni bek orzu qilatdim. Mushumi sizning uyingiz? Voy, shu mening uyim. Lekin Qaysar bilan Jasur ikkisi to'yib bo'lgandan keyin kelinlar kira. Kelinlarni oldib bo'ynimni qisib yurgim yo'q. Bilam. Dada, ma'qul degina. Bo'ldi, mush qizimni yattiq qildim deb o'ylag'ina shu pul bilan. O'sim bilan qaytarib ber. Cuma dada. Aka. Aka tomoq pişti. Kısa sen mi bir yediken sende? Tomoğun niye bilin lan? Hazır. Dada, unda olsun.
Huy aka, xislet bak hoşalgı. Tünügün işten kaldırılgandek emez. Ben bilmedim şıngıyıplı kaptı o. Aka, tamağın soğup kalmışsın. Tamağın iyine. Ah, bana hazır. Cesur'un öyleydiği öy yok. Bu balının öy seti vakıs kep kalkını kızıqdı. Esta. Keyincha dedingiz qachon? Jasur. Biroq siz hozircha cho'ng'ay e'tiblanmaysiz. O'z kichik uy a'zosi keyincha bog'liq bo'lsanglar, o'z sizlarga tojlik qildi. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırdı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Ben Dilkan Xalqara Suudi Çekiliş şirketi tajdarlığını alğan At Arzusu filmideki Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Huy aka, biling yeni ağrıvatan da. Turupla azroq og'rib qoldi. Hafkan meyli qilmasdiranlarni ap bo'ldi olma. Hay aka, xotirjam bo'la. Qizg'avag'u bir tal üzük, opsiq bir ko'ynaklik, dadsiq bir kiyimlik raq. Yenivag'u 4 petnusda tatlı turumlarni oldi. Yaxshirog'ini olgansizlar, ha? Huy, hozir toza moda bo'layotganini oldik aka. Qanlardan biran chaqirib olsak bo'pti-ku. Voy shu Arzugulga telefon qilgandim. Sayohatga chiqdi ekan. Cho'ngchay qilganda billa boray deydi. Bo'pti. Hey aka. Ma belingi tuzli toza qo'rib chiqaymi, issiq qo'yib olamsan? Yo'q, yaxshi bo'lib qoldi. Mayli. Aka. Ha, mandalama. Ha, biz mandaqamizchimi? Ha. Hafkan. Gap so'zga diqqat qilasiz. Ko'ngilsizlik bo'lib qolmasin, Juma. Xotirjam bo'la aka. Sening deganingda qilamiz. Ay, tuqqanlarim, qo'shnilarim. Bugun silnima avar qilgan bo'ldik endi. Bunda demişler. Herkes onda demişler. Sizin işleri bizim işimiz, şundaq mı? Bizim işimiz sizin işler. Şundaq. Jiroq tutqanni yaqinni qo'shni yaxshi deb. Degan bir maqol bormi? Xotirjam bo'lsizlar. Oltin uzukka yoqut ko'zni qondiribli kelimiz dedilar. Xotirjam bo'lsa, deganlik bersin, deganlik bersin. Maqamsiz. Xo'sh. Dada. Qizim. Ha. Men jiq o'yladim. Siz tunugin degan pulni men beray. Asma? Rahmat dada. Mundaq odamni xush qilsa. Men cho'qimasam bilan qaytarman. Ya. Ha, unda demang qizim, undaq deyish ketmaydi. Buyur. Meni ishimni qo'yib turib, hozir sizlarni shunani bitirib qilay. Hozirdan boshlab ishki nomi xizmati oldishida. Nima? Siz mudir ishxonasiga qaytib xizmat qilasiz. Sen hozirdan boshlab mashhad ishlaysan. Qandoq gap bo'lib ketdimdi? Lider. Sen mashhada
material hem kelgan xatchaklarni ratlaysan. Yaraysa. Bu ishni men qilolmayman. Men bilan takallaşma. Bu degan buyruq. Dada? Dada? Direktor? Acaba bu direktor? Lider? Lider. Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Qildigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Ha? Toppa kaçı. Siz bek hoş bo'lib ketdingiz-ku deyman. Bu sizning nima deganingiz? To'y qilib safarga chiqib ketgan liderni chaqirtib kelibsiz, ha? Direktor, xato tushunib qolibsiz. Men lider bilan aloqalashmadim. Hamsi bu ishlarni u qanday bildi? Men nima bilay? Bilmez ki savol sizdan, ha? Ha? Yolg'onchining piri. Direktor, gap qilsangiz aql siqida gap qilsangiz bo'larmiki? Lider har qancha bo'lsin meni deb sayohatdan yarim yo'l qaytib kelamda. Davos nima uchun tuyuqsiz inib keldi? Men nima bilay? Ben hemen geldi. Qo'y, yaxshimi? Yaxshi. Biz shu qiz so'rab kelgan. Qani. Bildim. Rahmat, japa cheksanglar. Ma'qul. Bu yetmiş qalsiz. Ütep ketayotgan sizlarni söhbatinglarni anglab boqay deb turishim. Siz hozir o'zingizning ishxonasi qaysisingiz buldigan bo'ldi. Lider buyruqni qaytarib oldi. Siz nima anlaysiz? Mehmon kutilish o'rniga. Liderning ishxonasi qaytmadi ekansiz? U buyruqni qaytarib oldi. Hozircha mehmon kutilish o'rnida ishlayotganda qilib turman. Yana nima nayram o'ylayapsiz? Nayram? Siz shunday qilib meni ta'sirlantirib, yesdashligimga erishib, meni ishxonamga kirib olmoqchi shundaymi? Shu orqali o'z maqsadingizga yetmoqchi. Shundaqmi? Siz meni hozirgacha tushunmamsiz? Men tushunmayman. O'zimni boshqalarni ta'sirlantirish, boshqalarning yesdashligiga erishish uchun har qanday ish qilmayman. Faqat amaliy kuchim, qobiliyatimga tayinib g'alaba qilaman bosh direktor. Amsi men ma'y. Bu yana nima o'ylayotgan? Hamda Qasımlarning kelganini xabar topmagandan keyin shu toz yaxshi tayyorlik qilamidik, aldirab qoldik. Shunaq bo'lsin bir loyiqli bo'lmasin qanidir. Qo'y, shu sizga boldiroq xabar berib qo'ysak. Qo'ygan ma'nosab qo'y. O'zlariga Bundan meşip ketibdi. ma'qul qanam limondan biz choyga Voy rahmat. Voy shunga bek avor bo'lib ketmisin deb, mushundaq bir jiddiychiliklarga ketdik. Bek rahmatchimi? Endi sizlarning kelishinglarni xabar topmagandan keyin shu bek yaxshi tayyorlik qilmay qoldik. Endi loyiqlar bo'lmasmi qani? Ağaç hamsa. Yeni bek avor bo'lib ketdingiz. Birdanning ichidan mushunchalik ko'p dasturxon tayyorlabsiz. Bek rahmat, bek rahmat. Qani ağaç hamsa.
Oye, biz bu öyge kelgiçe şunçilik mi ciddiyleşip, hicaletçilikte bu haşemetlik öylerge kandak kiremiz dep kelividik. Ondan oğaysızlık mı eskimidik ha? Yok. Hem de biz mi adil adam tursak, onçilik haşam kılışına nima ciddi. Tek gep oldu. Azıcık hem neden bu şu? Öy yasayımız dep nahayet aldıraşıp gidiyordu da. Bazı yıllık öylerini eşemetlik yasıva ağalatçı. Yeri sımpatmaymış da. Gidiyor. Hemimiz okşaş. Bu öylegi tizilgan näsler bek isilken. Isil adam degen başqıçıda. Bu öyle parpur bezelmegen bilen öylegi tizilgan näsler adetdagidek näsler emasken. Bizning balalarning dadisi g'ayri bir mijozlik adam. O aşu kitap deb ikinci qavatda bir kitapxonasi bor. Shu uyning ichida kitaplarni yuradi. Uyning ishi bilan bu anchadek arish bulanmaydi. Men endi shu o'zimning qurbatimdan yetishicha mushunchalik o'tadim. Şu şundak mı? Ay, bu kitap okuyduğun, yukur sapalık, sanatlik duygusu var adamlarının oylaydığını ben taz düşünüp bulamıgan diken. Özlemnin oylığını içe adil oylap kalgan okşayın ha. Oyey. Kitaplıcı hemimiz okusak bulurduk. Onun sigma öylenin er hocayın, doktorxanının başlığı eken emas mı? Qani. Avaş qani. Avaş. Ay, Berna görünmeydi o. Berna sırt çıkıp ketken. Sırtır kilemdikin. Avaş otururlar. Cesur oğlumuzdan rastlam taliba gencim o. Namanın sayesinde bizden Berna bilen tanışıp ondan çıkışıp kaptı. Şundak. Berna ağam için nurgun elçiler kelgen. Lekin Naman fakat onu mu değil. Aslında Cesur'un alnıpırın köyünü ipikip köptük emas mı? Rast, balımızdan tazı taliyi kepti. Ay, bu balımız mıçı bek kilişken, bek kabiliyeti var, tirişçen, ahlaklık balı oğaçta, nurgun yerlerden cık adamlar çok közü düşüp, şunda xeridarlığını kıgardı. Bernamı bir görüp yaktırıp kaptı emas mı? Şundak, namamıçı onu pek etivalaydı. Hem de Bernam onu yaxşı görüp kaptı. Şundak, Cesur'un rastlı taliyi varken, şuna muşu ballarının beşini bir yerge ekep koysak, muşu ballar bir öyünü öy kılıp, bir öyünün peşini tutup, bir yaxşı ütüp kesken diyen maksatı bu yerge geldi. Hayatның özü bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida etgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida